Barchalarga assalomu alaykum. Esima mayli, bugun biz yana o'pib pak qilamiz va qo'ldan kelgancha yaxshi o'yinchilarni ushlashga ham harakat qilamiz. Bu videoni boshlashimdan oldin sizlardan bu videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishlarini so'rab qolaman. Like bosib obuna bo'lgan bo'lsanglar, men bu videoni boshladim. Xo'sh, birinchi bo'lib qaysi pakdan ochamiz? Albatta 3000 talik pak. Yo'q, birinchi bo'lib marketga kirib chiqamiz. O'shanda yaxshi o'yinchi tushish ehtimoli ko'proq bo'ladi o'ylayman, chunki kirib chiqqandan keyin shu marketga yaxshi o'yinchilarni beryapti adashmasam. Bitta qilib ko'ramiz, agar yaxshi o'yinchi tushib qolsa, lekin juda ham zo'r bo'lardi. 3000 talik pakdan davay. Birinchi o'bda Glorious Eras'ning 3000 talik paki, bu yoqda legendalar juda ham ko'p. Zambrotto, Buffon, Cannavaro, Thuram va shunga o'xshagan vashcha legendalar ko'p. Davay biz unda bonusli pak. Yo'q, даже yurgani ham yo'q. Dante 109 minimalka. Juda ham yomon. Endi yangi evetni 3000 talik paki. Bu ham 109, 115 pak. Bu yerda Cristiano Ronaldo, Iniesta. Bu pakda ham lekin legendalar ko'p. Davay. Bu pak lekin yurdi. Ispaniya SV 112 yaxshi, lekin 112. Buni ekstra time'ga almashtirsa 5000 taga ketadi. Yaxshi, yomon emas. 112 3000 talik pakdan. Aytgancha bu Glorious Eras'ning anaqasidan endi biza bitta o'yinchini tanlab olishimiz kerak. Bu yoqdan albatta Casillas Liboyni olib ekstra time'ga 5000 ta ekstra time'ga almashtiramiz, chunki bizga ekstra time kerak. Ekstra time paklarini ham ochamiz. U yoqdan ham lekin yaxshi o'yinchi ushlashimiz mumkin. Shuning uchun o'sha paklardan ochib ko'ramiz. Ikkita 112 ni beraveramiz. Yo'q, Casillasni bermay turamiz. Semenyo bilan yangi event 112 tushirganimizni beraveramiz, bo'ldi. 10 ta hozir ekstra time'dan 110, 115 pakidan ochamiz, ko'ramiz. Omad keladimi yoki yo'qmi, lekin ko'pchilik yaxshi o'yinchi beryapti. Bizga ham bitta yaxshi o'yinchi bersa, lekin vashcha zo'r bo'lardi. Shuncha yaxshi o'yinchilar bor. 13 ehtimoli 5%. Cantona, Eden Hazard, Gullit, Cruyff, Iniesta, Schmeichel. Xullas, yaxshi o'yinchilar vashcha ko'p. Vashcha omad kelmadi lekin ko'pchilik yaxshi o'yinchi tushirdi, lekin bizga yaxshi o'yinchi bermadi. Bu pakdan ham bizga yaxshi o'yinchi bermadi. Bizani hozircha omadimiz kelmayapti. Lekin hali paklarni ochishni davom etamiz. Lava Geroy bu 111 Garvinho. Ochko beriladi, chunki bu bizga bermagan. Va yana bizga 250 ochko yig'sak 5000 ta olmos beradi. Yana 112 plus pakdan ochishimizga bitta 113 o'yinchi kerak. Lekin biz hozir 113 o'yinchini bera olmaymiz. Shuning uchun bu pakdan ochmay turamiz. Xo'sh, davay endi bitta marketga kirib keyin yana bitta 3000 talik yangi eventni pakidan ochaveramiz. Undan ham хотя бы yana 112 bersa
yaxshi bo'lardi. Davay, yangi eventda yana 3000 talik paki. Bu ikkinchisi davay. Plus 12 yoki plus 13 хотя бы Shesni ber. Shesni yoki Aleksandr Arnold. Ikkalasidan bittasini bersa zo'r bo'lardi. Davay, yurdi bugun. Angliya Simi plus 11. Yaxshi, mayli. 3000 talik pakdan plus 11. Lekin minimalka emas-ku. Zato minimalka emas, yaxshi. Buni ham extra time'ga berib yuborib, hozir yana bitta 10,000 talik pakdan ochamiz. Yana bitta omadimizni sinab ko'ramiz. Shunisida bizga хотя бы plus 13 o'yincha ber FIFA bo'ldi. Shunisida bitta plus 13 o'yincha ber. Уже ikkinchi 10,000 talik pakdan o'tishimiz. Sizlar shu joyda videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Hali yaxshi kontentlar hali ko'p chiqadi bu kanalda. Kanal rivoji uchun obuna va like bosib qo'yinglar. Davay, ikkinchi 10,000 talik pak уже. Matudi yaxshi. Yo'da men Matudini tanlayman chunki Matudini olamiz. Bo'ldi. Boshqanaqamiz yo'q. Matudi yaxshi deb o'ylayman bularning orasidan. Xo'sh, 112 ni ham oldik. Bu yerda yana bizga 100 ta ochko kerak. 100 ta ochko kerak va biz уже ikkinchi akkauntga o'tdik. Ikkinchi akkauntni ham hozir open pak qilamiz. 50 mingta liga tokeniga beriladigan pak. Bu yerda albatta fotoversiya Angliya RV bu 109. Bu 109 juda yomon. 109 fotoversiya emas. Хотя бы legendalar bor-ku 109 dan. Xo'sh, endi extra time o'sha 12 mingtalik pak hozir 15 mingta bor. Hozir shu 5 mingtani ketkizib ko'ramiz. Agar yaxshi o'yinchi tushib qoladigan bo'lsa olamiz, bo'lmasa yana 10 mingtalik extra time pakidan ochib yuboramiz. Xo'sh, davom etamiz davay. Mana shu joydan ochamiz. Pozitsiyasi RV. Eto, Jarzinho, Luis Figo, Best, Chabon Kun ili Bale. O'tkazib yuboramiz. Bizga kerak emas. Birinchisi tekin. Bizga sotilmaydigan. Davom etamiz bu yerda. Kumir yaxshi. Shu kumirlardan berib tursin, shu kumirlardan davay. Pozitsiya LV yaxshi. Davom etamiz. Ribery tushib qolsa вообще zo'r bo'lardi. Ribery bu yerda Rivaldo. Xo'sh. Mayli. O'tkazib yuboramiz chunki yaxshi bundan ham yaxshi o'yinchi tushib qolishi mumkin. Shuning uchun o'tkazib yuboramiz. Giroy. Davom etamiz albatta. Xo'sh, bu yerda sotilmaydigan. Davom etamiz. O'g'ri Brus 11. Yo'q. Bu yerda 100% Forlan tushadi. Shuning uchun o'tkazib yuborib boshqasini ochamiz. Sotilmaydigan. Davom etamiz albatta. Bu xushmalonani o'qimaydi. Bavariya. Xo'sh. Baribir ham bermaydi. Chunki уже ko'p shu Bavariyani qilingan, lekin yaxshi o'yinchi bermagan. Shu Bavariya chiqdimi bo'ldi.
Geroy. Davom etamiz albatta. Geroydan 115 o'yinchilar bor. Sotilmaydigan. Qancha bu dudek olsa ham olardim-da boru. Qancha bu dudek. Isimi yo'q. O'tkazoramiz 112 lar. 112, 111. Vasha kerak emas. Xo'sh, daymash. O'rta pastidan Bavariya. Yana o'sha. Nima qilamiz? Davay bitta davom etaylikchi. Sotilmaydigan. O'tkazoramiz bo'ldi. Bekorga ketgani qoladi hozir. Shunga o'tkazordik. Birinchisi tekin. Mana shu burchakdan boshlaymiz. Kumir yaxshi. Kumir bu yoqda. Siti yaxshi yo'q. Kerak emas bo'lyapti. O'tkazoramiz. Xo'sh, bu yoqda riva maksimum 113 bitta davom etamiz. Icon. Lekin hech narsa o'zgarmadi. Bu yoqda Bale tushib qolish ehtimoli juda ham katta. Chunki bu yoqda yaxshi o'yinchilarni tagiga borib qilish kerak. Bo'lmasa srazu botlarni berib qo'yadi bizga. Xo'sh, bu yoqda Icon Ribery tushib bersa zo'r bo'lardi, lekin bu yoqdan +10 vasha kerak emas. Вообще kerak emas. Bol уже bizdan u bo'ldi. 10 mingtalik extra time'dan bitta ochoramiz. O'shandan omadimizga kelib bitta 113 bersa zo'r bo'lardi. Mayli, hacha 112 ber. Davay 113. 113 Azart ber. 113 Azart ber bo'ldi. Yokida Kantana. Yokida Shmexel. Хотя бы Хамсич. Давай. Momentali pak. Bu yoqdan Cordoba 112 savaga. Mayli, yaxshi yomon emas. Ikkita 112 ni Foti versiyanikini ushadik. Ikkita normal o'yinchi, lekin 112 bo'lgani bilan yomon o'yinchilar emas, lekin ikkalasi ham yomon o'yinchilar emas. Matuzi bilan bu 112 statistikalari ham yaxshi. Normalni turadi. Ochko berildi. Ili buni endi safimizga qo'shib qo'yamiz. Xo'jalar, shu joyda videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizlarga video yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Har kuni soat 4dan keyin stream bo'ladi. Hammani streamda kutib qolaman. Hammaga xayr.